Sen yaxshi qiz bo'lsang qizim, qorbobo sovg'a beradi. Keyin kuylam bo'lamanmi? Halitda insiraydi bu. Oldin sen o'qishda o'qib ol. Bitta she'rni eplab ayt. Qani kechagiday. Qorbobomiz qaltirab, soqollari yaltirab. Qorbobomiz qaltiraydi. Inayniki qaltiraydi. Just hear those sleigh bells jingling a ring a ting a ting a ling a too ring a ling a ling a ding dong. Bu ne tetiz? Menga ko'p gapirganda mana apti soqol bilan bekitib oling. Qayta ko'rgan qora qorboboni. Menga qara qish kuniga quyosh sharaqlayapti. Opta urgan meni. Mayli, uni qo'ying, sizga zo'r yangiligim bor. Homiladorlik test topshirdim. Nima savol tushdi? Yo'qmisiz? Sen nima deb javob berding? Tariqali sotak. Wow, shapkamni ber, shapka almashib qopti. Yo'q, qaltirab keldi. Qorbobo. Bo'ldi. Uzr. Biz uzoq mana mahalladan chiqib kelyapmiz. Qani qorbobo kim she'r aytib beradi? Men aytaymi? Qizingiz aytsan xola? Qizim sal saqoroqda. Ha mayli. O'zi to'g'ri. Qorbobomiz oppoq, peshonasi yalpoq, hassasi uzunchoq. Ko'proq bering o'yinchoq. Nima bo'ldi unga? Dejurni she'rni eshitganda ko'nglanib qoladi-da. Xo'p, qani? Sovg'a yo'qmi? Sovg'ami? Sovg'ani qichig'i bor. Bagima 002 da yangi yil aksiyasi bo'lyapti. Luboy O'rta Osiyodagi qimmat bagimani Yashnar aka chinnilaridan aksiya narxida olsanglar bo'ladi. Ha aytgancha, Qorboboning nomidan borsanglar, turli tuman vibrlarni olasizlar. Dinni datisga mana she'r eshitdim. Qizim tilga kirdi. Qorbobomiz qaltirab, soqollari yaltirab, dardi ovqat qozon uchoq, istoni tuylar, puchoq. Just hear those sleigh bells jingling a ring a ting a ting a ling a too ring a ling a ling a ding.